Shunday odamlar bor. Yoniga borsang bir o'zingni noqulay his qilasan. Bizning tilda aurasi sovuq deydi. Oldiga borsang shu turging kelib tezroq ketib qolsang. Odamlar vahshatga tushadi. Bironta yaxshilik yo'q. Yana shu odamlar bor. Odamlar uni yaxshi ko'rishadi. Odamlarning qalbida senga nisbatan muhabbatni borligi Alloh seni yaxshi ko'rayotganligini alomati. Amallaringizni Alloh qabul qilayotganligini faqat o'zi biladi. Qabul qilmayotganini ham o'zi biladi. Hech kim bilmaydi. Lekin ulamolarimiz aytadi, qilayotgan amallaringizni qabul bo'layotganligini alomati bor. Nima u desa, bittasi bugungi qilgan amalingizdan ko'ra ertaga kattarog'iga qodir bo'lib qolasiz. Amalingiz ko'payib boradi. Yana bitta belgisi, odamlarning qalbida sizga nisbatan qabuliyat ochiladi. Odamlar sizni yaxshi ko'radi. Odamlarning qalbidan joy ola bilasiz. Shu savolni beraylik o'zimizga. Agar kechagi qilgan amalimizdan bugun bir savobli amalni ko'proq qilayotgan bo'lsak, odamlar bizni yaxshi ko'rayotgan bo'lsa, xulqimiz, muomalamiz uchun umid qilamiz Alloh amallarimizni qabul qilayotganligini.